Kamroq yurgan Kia K8 so'ragan mijozlarimiz uchun eng full pozitsiyada kraskalar toza K8 mashinamiz sotuvga keldi. Mashinamizga qilingan ishlardan 4 ta yangi yumshoq balon taqilgan. Balon sostenalari yangidi. Tonirovka razresheniyalari bor. Salon qismiga keladigan bo'lsa, Meridian akustika sistema bilan jihozlangan pamять сиденья, head-up display, perforatsiya kojinli salon, kojalarimiz ideal holatda turibdi. Abduf, abagrev, massaj sideniyalari ham mavjud. Undan tashqari elektronli tablo, head-up display, rejim vождения. Hop, 4 xil rejimda yuradi. Eco, Smart, Comfort, undan tashqari sport rejimlari mavjud ushbu mashinamizda. Salon qismlari ideal holatda turibdi. Eng full pozitsiyada ushbu mashinamiz. Beskulchovoy dostuplari ham mavjud. Orqa qatorlariga keladigan bo'lsa, orqa qatorlarda sideniyalarimizda ham Abduf abagreflar mavjud. Задний shtorka, bardan turib multimedia upravlение, 9 zonli klimat kontrol, panorama lyuk. Yaxshi polilar solib qo'yilgan, polilari ham yangi deb bo'lib turibdi. Mashina ideal holatda, och молочный rang salon rangi, oq rang o'zini kuzov rangi. Kuzovida, salonida hech qanaqa xato, nuqson, kamchiliklari yo'q. Bemalol kelib ko'rib xarid qilishlaringiz mumkin. 2022-yil ishlab chiqarilgan ushbu mashinamiz bor yo'g'i 24 ming kilometr masofa bosib o'tgan Kia K8 eng full pozitsiyada 3.5 atmosferli motor bilan jihozlangan. Narx va boshqa ma'lumotlar opsiyada bo'ladi. Yana to'liqroq ma'lumot uchun Karsmirdagi telefon raqamlariga bemalol aloqa chiqarasizlar, kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Karsmir.uz hammalar kutib qolamiz. Pastdagi raqamlarga bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin. E'tibor uchun rahmat.